Birinchidan endi har il kishining burchi armiyada xizmat etу. Ikkinchidan endi ul shulug' ish endi tek shu armiya xizmatida endi og'irroq qurol tuturga kerak. Yetakchilik nishq qorinina sizning namoz o'qig'a, masalan, ro'za tutug'a. O'ng'ayyoqdan qori deb o'ylayman. Chunki u musulmon kishisi ul endi ishmi tortmay dirisin silaga tirisha. Xizmatdoshlaringiz mana boshqa din vakillari bor bitingda? Bor. Ya ular nishq nindi munosabatda sizning bilan nishq so'rovlar berami munosabatda? Nindi so'rovlar balki beradir. Qo'y bilan shaqqotalar endi nishq shu issikunda kuni bo'yi ishlab suv ichmishga tura olasың deb endi so'raylar. Qo'y bilan qiziqsinalar endi ni uchun olay, ni uchun oqshamiysan, ichmaysan deb endi. Ular sizning olda mana şeyler ishib, oshlar ashab o'tiralarmi? Iyi. Qarovulda bo'lgan vaqtda namozlarni qoldirasizmi? Yo'q, namozlarni qoldirmayman. Payg'ambarimiz aytgan bit endi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Agarda bosib tura olmasang, o'tirib o'qi degan, o'tira olmasang, yotib o'qi degan endi. Shunga ko'ra nindi situatsiyada bo'lmasang-da har vaqtda namozni o'tirib kerak endi. Bizning начальствобыз аңлый андай кешеләрне. Шуңа күрә инде шалтыратып әйтсәң, менә минем намаз вакытым керде дип, алар инде алыштыралар. Шушы карау бүлмәсенә кереп, тәһарәтләрне алып инде намаз укырга рөхсәт бирәләр. Sizning yetakchilik orasida islom dinida bo'lgan kishilar bormi? Бар, ие. Biz baribir davlat shunday davlatda yashaymiz bit endi bizning din ayrilgan davlatdan endi bek ochiq ko'krakka sug'ib men musulmon deb aytilgan bek yaxshi da tugul endi motor da tugul. Lekin masjidga yuruvchilar, ro'za tutuvchilar, ham endi esanlashganda assalomu alaykum deyuvchilar bor orabizda. Aytasim kela armiyada xizmat etib ham shu o'zingni shu islom dini qonunlarini o'talishin birinchi shu musulmon kishisi oila qurarga tegish. Oiladan da ko'p narsa tura. Masalan, xotining mana islomcha kiyinirga tegish. Nishq Qur'onda sunnatda yozilgan shu etib xotiningda o'zini tutarga tegish. Ham agarda shu iyingda mana oilangda shu islom dini bo'lsa, mana sening uramda da xizmat yo'lunda da islom dini bo'lacak. Buluşuşu bulmazsa, xotining buluşuşu bulmazsa endi tuğanların bek ağır bo'la.